Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoqda bizning kuzatib botir obunachilarimiz, Xudo xolasa bugun 30-mart kuni mexanik jentira qo'yib beramiz sizlarga. 2022-yil ishlab chiqarilgan 4 yumshoq balon qo'yilgan. Mashinamizda qilingan ishlar polik, evakor polik, chexol, maytafonlar zavodskoy abezlari bor. Metani bor mashinani. Metan gazlari bor. 4 tane yumshoq balonlar ham qo'yilgan. Tayyor. Qaranglar, vнимательный videoni ko'rib turasizlar. 95.143 km tutdi mashinamiz probegi. Abezlari bor, kraskasi 100% toza. Ustalaringizga kelib tekshirtirib keyin olaverasizlar. Salon holatlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Akkuratni turibdi. Mashinani qaranglar. Eldindan 3.800.000 so'm berasizlar. 3.800.000 so'm berasizlar. Oylik to'lovi 3.950.000 so'mdan chiqadi. Eldindan 3.800.000 so'mni berasizlar, notarishga o'zingizdan bo'ladi. Oylik to'lov 3.950.000 so'mdan chiqadi. Keyin navbatdagi aytadigan kelsak, 5 yilga chiqadi avtokredit, 3.950.000 so'mni aytib o'tdik. Eldindan to'lovi 3.800.000 so'mni berasizlar. Mashina tan narxi 125 million so'mga beriladi. Bemalol egalari bilan telefonlashib boraverasizlar. Telefon nomeri aytadi? 99lik 585 9997. 99lik 585 9997 diye telefon vurup boraverasizlar. Bo'lmasa düzenli chiqasizlar, mashina chaqirtiramiz, kelaverasizlar. 90lik 090 81 01. Mashina bor teri variantlari bor. O'zingizda Matistiko bo'lsa, aytkalasizlar. Eldindan ko'proq o'tiraman deganlar uchun bu barter xizmatlarimiz ham bor. Eldindan 3.800.000 so'm bilan Gentra Caribbean darsh bitirib qo'yasizlar. Podpiska, like bosishdan chiqmasin. Mashinamiz kraskasi toza, probeg halol, abezlari hamma o'zi bor. Mashinangiz aytib